O'zbekistonda 1-iyundan hammaga 800 ming so'm mukofot puli beriladi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda 2025-yil 1-iyundan e'tiboran qonunchilikda bir qancha o'zgarishlar amalga oshadi. Yana 3 ta davlat uchun vizasiz rejim joriy etiladi. 2025-yil 1-iyundan Bahrayn qirolligi, Kuvayt davlati va Ummon sultonligi fuqarolari uchun O'zbekiston hududiga kirgan kundan e'tiboran 30 kunlik muddatda vizasiz rejim belgilanadi. Bu 15-may kuni qabul qilingan 2025-2026-yillarda sayyohlar oqimini keskin ko'paytirish va turistik xizmatlar ko'lamini jadal kengaytirish orqali turizmning iqtisodiyotdagi o'rni va ahamiyatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezident farmonida belgilandi. Farmonda 2025-yil yakuniga qadar turizm sohasining asosiy maqsadli ko'rsatkichlari etib quyidagilar belgilanadi. Jumladan, respublika hududlariga 15,8 million nafar joriy turistlarning safarlarini tashkil etish, turizm xizmatlarining eksportini 4 milliard AQSh dollariga yetkazish, ichki turizmni rivojlantirish hisobiga 40 millionta mahalliy sayyohlarning hududlarga safarlarini tashkil etish, qo'shimcha 378 ta turoperator faoliyatini yo'lga qo'yish. 2025-yil iyun oyidan O'zbekiston bo'ylab sayohat qil dasturini amalga oshirish uchun har oyning 2-haftasining shanba va yakshanba kunlari oila va jamoa bilan sayohatga chiqish kuni etib belgilanadi. Endi yo'llarda chiziqni bosganlik uchun kameralar jarima yozmaydi. Avtomobil yo'llarida harakatlanish tartibini yanada takomillashtirish, haydovchilarga qo'shimcha qulayliklar yaratish hamda ularni qiynab kelayotgan muammolarni bartaraf etishga qaratilgan hukumat qarori qabul qilindi. Qarorga muvofiq joriy yil 1-iyundan boshlab yo'l chiziqlarini bosib, qoidabuzarliklar sodir etish holatlarini maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish dasturiy texnik vositalari orqali qayd etishga yo'l qo'yilmaydi. To'xtash chizig'i stop liniya bundan mustasno. Ya'ni haydovchi chiziqni bosib olsa, bu qoidabuzarlik fotoradar yoki video kamera orqali qayd etilmaydi. Demak, avtomatik ravishda jarima yozilmaydi. Lekin yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan aniqlanganda qoidabuzarlik o'rnatilgan tartibda rasmiylashtiriladi.